Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Tak, shu yerimizda bir xonadan sotib chiqdik. Xalos aslo ijara ham bor. Shunda ikki xonadan. Birisi ijara, birisi sotuvda izlar. Manzilga kiradigan bo'lsak izlar. O'sh bozorni yana izlar. Qazako'l deb ataladi. Bu yerda maktab, bog'cha hammasi yaqin. Yandan kelsaysizmi? Şuradan 10 aylanıp çap aylansanız Günglen Mektebi izle. Sel yürüp o neden aylansanız Mehmet Köprü'ye çıkıp gelirsiniz. Tam yakın lokasyasyon zor joyda. Aynı bir yansıtın içini görüp çıkalım. Sadece icra halatını göstermek, kendi satıp çıkan joyunu gösterip beraber izle sizlere. Yine izle. Köçesine başla. Şurada 7 ötede izle. 200 metre yüksekse izle. Şu an adamımızın nesine barasla. Doğrusuna. Bir yanımız fakir dükkanı izle. Bir yanımız Orşu Pazar. Vada kanal yana. Şimdi lokasyada izle. Biri satuvda, biri ijaraya izle. Kim yaklaşık sıradan olsa bemalol bu egelerini, ijarachining nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Yine izle göreverishdi. Chak qo'limiz sotiladigan izle. To'g'ridagi ijaraya. Kim yaklaşık sıradan olmasa murojaat qilasizlar. Ijaraya 2,5 million so'm tutdi. 230 kvadrat menimcha. Yani shuni ko'rinishda. Bu ijarani keldilar. Bu divan bilan kirpacha ishlatilmaydi ekan. Bir xonasiz zanit bo'ladi izlar. Bu endi ijarani ochib berilmaydi ekan. So'ng ham ko'rsatib o'taman ochib berilmaydi. Bir oilaga kim qiziq turadigan bo'lsa, kelib bemalol egasi bilan gaplashib, orqaga yashayverasizlar. Xonamiz berilmaydi. İcaraya. Prosta bir yeni ilk koydular. Gerekli veclerini netip koydular ekan. Ko'p koydular. Kaçolları bu. Yine izle bog' qismi. İzle sotolgan tretni bog'i izle. Shuni ikkiga bo'lib, o'ralib beriladi ekan. Hozir kadastranda o'rtadan chizilgan ekan. Shularni o'g'lab beramiz deb tutdilar. İcaraya tushadigan olmiki, shuni doğrudan ikkiga bo'lib turadi shuni. Mana ko'rsatib bermoqchi bo'lgan odam shu edi. Endi sotiladigan joyini ko'rib chiqamiz birinchi chetdan izle. Yine izle, endi sotiladigan xonadonni bir qator ko'rib chiqamiz. Yine izle, garajimizda bir dalon, otobinalar bor, fonda turibdi. Shuni ko'rinishda berimizda kattalarni Ispaniya sotib qo'ydilar. Ezda xalosasi o'zlaringiz zolat qo'ysangizlar ham bo'laveradi bu yerni. Bu yerni ham otobinasi bor. Sizlar ham uyingizni tez va oson sotishni istasangizlar 94 880 32 20 raqamga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bizda izlar YouTube, Instagram tarmoqda reklama qilib beramiz izlar. Berimizdan bir Ispaniya izlar. Fonda turibdi, otobinalar bor, shuni ko'rinishda izlar. Son izlamiz izlar. Son izlamiz Ponis Kurgoy kafel, umanliklar bor. Kotyolu и unitazi şurada. Beyanımız kuxniyadan doğru bağışık solada bağlanayotgan get boralib beradi izlar. Ko'rsatib bermoqchi bo'lgan xonamiz shu edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda görüşguncha.